Qizlar yaxshimsizlar? Bugun sizlarga tanishtirdiganim balpiranik. Aldı bilan yangi qo'ymini tuxum chalg'ishda ko'ptirib olamiz. Qo'ymini ko'ptirib olganda paranik texmi yumshoq yeyishlik bo'ldi. Arqadan asalni silib, tekshi aralashtirib olamiz. Tuxumni o'xshash yo'nalishda asta tekshi aralashtirib olamiz. Arqadan oq shakarni tekshi aralashtirib olamiz. Undan keyin sudani silib ilashtirib olamiz. Arqadan uyda ishlatadigan odatdagi unni silib tekshi aralashtiramiz. Agar tuxum chalg'ishda ilashtiramisak, qo'limizda asta yug'urib, qo'l ancha chaplashmoqdek holatga aslan bo'ldi. Bu vaqtda 10 minut baldur 180 gradusda duxovkani qizitib olamiz. Arqadan pranik xamirni alqinimizda dugillab qavilib, alqinimizda bir besib shakl keltirib olsak bo'ldi. Ustiga tuxum surkab, duxovkaning o'ttir qavatida 180 gradusda 10 minutdan 15 minutgacha pishirib olsak, asal purab turadigan yumshoq balpiranik tayyor bo'ldi.抖音